Menga qilingan editlarni 1dan 10gacha baholayman. Men bu editga 10dan 8 beraman. Sababi xuddi video deb yashirinmamni qilib ketayotgandek bo'lgan. So'rovni e'tibor uchun rahmat. 10dan 8 yurakchasi bilan. Men bu editga 10dan 10 beraman beslovni. Shablondan foydalanilmagan va juda ham zo'r chiqqan. Bitta videoni tiqib tashamaganlar, har xil videolarni qirqib qo'yib zo'r kadr qilganlar. Eng yoqqani menga yoqqan muzikadan foydalanilgan Lana Del Rey musiqasidan. Eng oxirgisini hozirlab qo'yib beraman. Bu editga 10dan 100. Hazillashdim albatta 10dan 8. Juda ham chiroyli chiqqan, lekin iltimos teksti bilan muzikani o'zgartiringlar. Bilaman, takoy anaqa zo'r video chiqqan, ko'rganda takoy odam kulib yuboradi, yaxshi chiqqan, zo'r. Nima deysizlar? Men shunaqa rubrikaning ikkinchi qismlarini ham chiqarayman. Izohlarga yozib qoldiringlar.